Boshliq kasbini 10 yildan beri shug'ullanamiz. Bir holatingiz qiyinroq bo'ladi, uni yuvib tarash uchun qiynalasiz, jichchi bo'lsa ham. İçingiz og'riydi go'dakka, o'zimiz ham go'daklarimiz bor. Noumid bo'lgan ayolga qarab dalda berasiz. Chaqaloqlarniki og'irroq. Qo'rqmagin deyman. Nimaga? Sen ham bir kun shu holatga tushasan deyman. Albatta shu holat hammamizga bir kun bor. Bir nimada ko'zi ochilib ketdi, endi yana qaytib ko'z yuming deb nima qildik, yuvib oldi. Endi katta ko'zi ochilib ketganini ko'rdim ama. Hozir ham men tayyorman, jonim chiqishiga deydi holat, pok holatda o'zimiz ushlab turishimiz kerak har soat, har minutda. Mayit yuvilayotganda ovoz chiqarishi yoki ko'zi ochiq holatda vafot etishi ham mumkin ekan. Qizig'i, Mushtum jurnali ijodkorlari g'assollik kasbi bilan shug'ullanayotgan ayollar bilan suhbatlashdi. Eng asosiy ota-onani farzand yuvib tarash vazifasi ekan. Ota-ona bo'lmasa, aka-uka tayanch deydi bir tuqqan jigarlar. Jigarlarni biz o'z qo'limiz bilan ushab, o'zimiz tayyorlab, yot odamlar kirguncha biz o'zimiz yuvib tarab, pirchetkalarni taqib, hozir zamonaviy pirchetkalar chiqib ketgan, pirchetkalarda yuvib tarab, biror marta bir yerda o'kilni izi bo'lsa, yo bir narsa bo'lsa, tashqariga aytib chiqish katta gunoh deylar ekan. Bizga ham endi ashna deb o'rgatgan ustozlarimiz. Yoshimiz mana 65 kirdim hozir. 65 bo'lsa 5 yil orasida shu ishga meni taklif qilyapti, endi kiryapman. O'zida o'ziz kirolmaysiz-ku, bironiki birov ko'yni tortib taklif qilsina kirasizda bu ishga. Nozik ish bu. 26 yildan beri 5 ta farzandni otasi tarbiyaladim. Farzandlarim yaxshi, Allohga shukr. Men juda ham minnatdorman. Bolalarim hammasi ham kasbga harakat qiladi. Mana bittasi power bo'lib, Alloh nazar tushgan uyga, Alloh Madinada hozir powerchilik qilishga harakat qilyapti, ishga kirib oldi kecha. Kichik o'g'lim bir yerga borib ustaxonchilik qilib ish qiladi, har kuni ish bilan mashg'ul, Allohga shukr. Qizlarim uylarda tinchigan, uchovi ham Xudoga shukr. Kuyovlarim bilan tinchigan, qudalarim yaxshi. Hammamiz intifoh yashaymiz. Otasi yoki onasi vafot etganda o'sha farzandlar yuvgani, kirgani qo'rqishadi-da. Kirishga qo'rqadigan farzandlarga siz nima deysiz? O'zingiz fikringiz qanaqa? Meni fikrim qo'rqmagin deyman. Nimaga? Sen ham bir kun shu holatga tushasan deyman. Albatta shu holat hammamizga bir kun bor. Balkim kech payt bo'lar, 2 soatdan keyin, 1 soatdan keyin, uni Alloh o'zi biladi deyman. Shuning uchun men qo'rqmaslikka harakat qil deyman. Qancha pok holatda qilsang, shuncha yaxshi, o'zing ko'nglingda o'sha yurasan deyman. Mana hozir 7 oy bo'ldi, o'zimni opamdek bo'lib qolgan onamni kichkina egachimni yuvib taradim, o'zim haqqoniy sheriklar bilan, kelinlari bilan. Juda ham chiroyli qildim o'zimning harakatim bo'yicha. Pok holatda yuvib tarashga harakat qildim. Albatta sovunlarni ham ishlatdim. Pirchetka ham yo'q, suvlar juda yaxshi bo'ldi. Oppoq qilib o'rab jo'natdim mana. Mayit yuvish jarayoni qanaqa bo'ladi? Ozgina tushuncha berib o'tsangiz. Mayitni yuvish jarayonida avvalambor kachiga gap olib chiqmaydigan yaxshi farzandlardan tanlashga. Farzandlarim 6 ta bo'lsa, 3 tasini xarakteri boshqacha bo'ladi. 3 tasi yaxshiroq, ilmdorroq bo'ladi. Misol endi hech bo'lmasa kalimani aytib turib, oldiga kirib, onasini burun ko'p kasal vaqtida yuvib taragan bo'lsa, ashlarni taklif qilinadi. Yuvib tarash uchun endi bir 30 metr surib, 40 metr bo'lmasa ham 35 metr surib kerak bo'ladi. Birinchi taylikiga oppoq suribdan ashu mayitni uzun kaltaligiga qarab turib, pichib olamiz. Pichib olib, katta qilib bemalol ham uni ustiga yana bitta chayshabni qilamiz. Undan keyin mayitga bitta ko'ylak, ich ko'ylak, undan keyin yeng ko'ylak qilib turib, yeng ko'ylakni ham hozir yengini tikmay qo'yibdi, shunday qilib turibdi. Uzun qilib qo'yar ekan, endi ko'proq qilib o'ralganda shu yeng hisoblanar ekan. Boshqa narsalarni ham oyoqlarini, misol uchun hamma yo'g'ini oqqa o'ragandan keyin oxirgisi yo'lliq lankaga o'raymiz ekan. Lanka o'sha ko'tarib ketayotganda o'rtadan chorsida baylab qo'ydik. Qabrga olib kelish uchun chorsida shunda ushab turib uzatar ekan.
chorsini qaytarib kelar ekanlar kiba, ashi surib ketilar ekan. Hammamiz ashaga boramiz ekan. Bitta qo'shnim Paxtabod ko'chib ketib meni vasiyat qildi. U yerga borib yuvdim. Bitta xo'jayinimni opamiz, uniki o'zim opam, 3tasiga kirdim. Hech qanday mayitda bir qimirlash yo bo'lmasa ovoz chiqarish men hech narsa sezganim yo'q. Juda ham menda yumshoq holatda bo'ldi. Hozir ham men tayyorman, jonim chiqishiga deydi holat, pok holatda o'zimiz ushlab turishimiz kerak har soat, har minutda. Pokiza bo'lsa, dilingiz to'g'ri bo'lsa, har qanday holatda men o'zim fikrim bo'yicha hamma narsa osonlik bilan kechadi. Rostgo'y bo'lib, to'g'ri yo'lda bo'lib, birovni to'g'ri yo'lga boshlash harakatlari bo'lsa, hammani qalbi toza bo'lsa, ashaqqa ham toza holatga ketamiz deb tushunaman men tushunishim bo'yicha. Ikkitasiga kirdim chaqaloqni. Siz aytmoqchi raddomda olib kelibdi. Olib kelgan ekan o'zim shunday jomchoq soldim, oyog'imga solib, pirchetga yuvib, tarab chiroyli qilib turib, domlani chaqirib, atini qo'ydirib, ikkita chaqaloqni qo'limdan chiqardim ama shu mahallada. O'sha chaqaloqni yuvish jarayonida ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tdi? Endi ichimdan baribir ich og'riqchilik, voy o'rgilib ketay, buni necha oy ona qonida bo'lgan bu, ona qanday nimalar bilan baribir holatingiz qiyinroq bo'ladi, uni yuvib tarash uchun qiynalasiz jichchi bo'lsa ham. İçingiz og'riydi go'dakka, o'zimiz ham go'daklarimiz bor. Noumid bo'lgan ayolga qarab dalda berasiz. Voy qizim, Alloh sizni oldingizni ochiq qilsin. Yana shunday chiroyli farzandlarni dunyoga keltiring deb endi ularga ta'ziya izhor bildirib chiqqanman. Ikkitasiga kirganman, Rosmash ko'chamizni chaqirib chiqib ketishgan. Bitta mayitni yuvish uchun qancha vaqt ketadi? O'zi 30 minut emas, 25 minut vaqt ketish kerak. Nimaga mayitni oshiqcha qiynamash kerak? Men agar birovlarniki kirmasam, derazdan qarab o'tirgan bo'lsam, aytaman, oshiqcha qiynashma deyman, mayitni deyman. O'zi pok holatda bu. G'usul suvga olingan-ku deyman. Inson vafot etsa, o'zini yaqin odami birinchi oldin nimaga olib qo'yar ekanda? Mahram suvga olib qo'yar ekan. Shuning uchun bu yoqda kirganlar uncha qiynamasdan buni 20 minut tayyor qilish kerak, odamlarni qaratmasdan. Boshliq kasbini 10 yildan beri shug'ullanamiz. Birinchidan tarat oldiriladi. Og'zini chayqatib, u yoqni yaxshi tozalab yuvildiradi. Chaqaloqlarni ham yuvganmisiz? Ha, chaqaloqlarni ham yuvamiz. Ichingizdan qanaqa hissiyotlar o'tdi? Endi u chaqaloq endi ichingizdan yomon qiyinchilik nimani ko'rganman. Oddiy o'zim neveraman, qo'ni qo'shninikini yuvganman. Baribir vijdoningiz kichkina qiylanadi chaqaloqlarga. Endi kattalarni endi katta bo'ldi deb nima qilasiz? Chaqaloqlarniki og'irroq. O'z nevarangiz ham o'zimni neveraman qizi. Sizdan qanaqa bo'lgan o'sha? O'zimdan ichimdan yomon qiyin bo'lib, yuvib bo'lgandan keyin bo'shashib nima bo'lganman. Nabiramni yuvganman. Birinchi nabiramda ketib qolgan. 9 kun yashagan, undan keyin ketib qolgan. O'g'illarim 5 ta farzandim bor. 3 qiz, 2 o'g'il. Ahli yashaymiz yaxshi. O'g'illarim, kelinlarim, kuyovlarim, alhamdulillah, Xudoga shukr yaxshi. Bu kasbda qanaqa sir bor? Nimadir siri bormi? Bunda endi siri nima yo'q, endi iltimos qilsa yashiradigan narsalaringiz bor. Voy, yashiradigan narsa bor. Endi bo'lib o'tgan narsada yana tashqariga chiqarish mumkin emas-da. Qanaqa hollarda? Endi bir xil hollarda endi uni aytib bo'lmaydi. Bir eshitganman, nima bo'lsa ko'zingizni yuming, rozi bo'lib keting deganni eshitganman. Ammo ko'z ochib ketganini ko'rmadim o'sha yoshga kirgancha. Mayit tovush chiqarish ham mumkinmi? Yuvayotganda. Ammo ko'zini ochib olish ham mumkin. Shuni gapirib bering. Batafsil. Bir nimada ko'zi ochilib ketdi, endi yana qaytib keyin ko'zingizni yuming deb nima qildik, yuvib oldi. Endi katta ko'zi ochilib ketganini ko'rdim ama. Anjanda ko'rganman. Sizga qanaqa mayitlarni yuvish og'irroq? Men og'ir mayitni bilmadim o'sha qadar. Og'ir mayitni yuvganni nima qilmayman, yengil yuvib. Masalan, yuqoriroq odamniki qiyinroq. Yengil odamniki oson bo'ladi yuvish. Endi yordam bilan uni ham eplasangiz bo'ladi. G'assollar ko'rganlarini sir saqlashi zarur. Safiyaxon aya va Ro'zixon opalar ibrat uchun ba'zi ma'lumotlarni gapirib berishdi. Ko'rsatuvni tayyorlashdan asosiy maqsad ham ana shunda. Ko'rib turgan har bir inson hammamiz boruvchi so'nggi manzilni unutmasligi kerak.
o'z ota-onasini abadiy dunyoga kuzatishda qo'rqmasligi, ularni o'z qo'llari orqali poklab dafn etishi farzandning burchi ekanligini yodida tutishi darkor. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.